Xo'p, mana navbatdagisi, mana shu paytdagi suratga tushirganlar shunday qilib tusmoldon suratlarni olishgan. Tak, akragantlik Empedokl taxminan miloddan avvalgi 490-430 yillarda yashab o'tgan odam ekan. Tak, Empedokl Sitsiliyaning Akragant shahrida tug'ilib o'sgan. U badavlat va taniqli oilaning farzandi bo'lgan. Empedokl falsafa bilan shug'ullanish maqsadida shoh saroyidagi mansabini rad etgan. U birinchi bo'lib notiqlik ilmini rivojlantirishga kirishdi. Faylasuf oyoqlariga mis boshmoq va boshiga oltin toj kiyib Yunoniston shaharlarini aylanib chiqqan. Uning jami 5000 ta she'ridan 450 tasigina bizgacha yetib kelgan. Uning 2 asari ma'lum. Birinchisi tabiat haqida va poklanish, ikkita shu asar bor. Uning mashhur iborasi quyidagicha ifodalanadi. Yo'q, biz hech narsani sezmaymiz va hech narsani ko'rmaymiz. Barcha narsalar biz uchun pinhondir. Olamda biron narsa yo'qki, biz uni nima ekanligini aniqlashga qodir bo'lsak. Tak, uni birinchi nimasi? Tak, muhabbat va adovat, ularning har ikkisi abadiydir. Yaralish va ibtido tashbihlari bu ikki tuyg'uga begona. Chunki ular avvaldan oxir qadar yashaydilar. Shuningdek, muhabbat va adovat doimo birgalikda mavjuddir. Bordiyu muhabbat va adovat butkul mahv etilib yo'qlikka yuz tutganida koinot qanday paydo bo'lardi? Endi ularni falsafalari shunday deb falsafaga yuritishgan o'zlaricha shu paytlarda. Endi bular hozir boshqacha nimalarda bo'ladi, ko'rinishlarda. Endi bu dialektika bo'yicha mana muhabbat bilan adovat deb yonma-yon yurishi. Endi yaralish ibtido bilan intiho bu yerda ularda haqida gapiryapti ekan, bir-biriga bog'liq, hammasi antenni bo'sh. Keyingisi, endi bular hammasi o'tirib olib bir-biri nima qiladigan narsa. Endi bizning vaqtimiz yo'q. O'tirganlar ularni eshitib, mushohada qilib nima qilsa bo'ladi. Tak, keyingisi, ahmoqlar unsurlari yengil va siyrak joylashgan kimsalardir. Ular katta fahm va sustkаш bo'ladilar. Unsurlari mo'l ammo mayda bo'laklardan iborat odamlar esa ta'sirchandirlar. Ular har ishga o'zlarini uraveradilar-u, biroq qiziqqonliklari bois ishlarini oxiriga yetkaza olmaydilar. Ma'lum turdagi unsurlar me'yorida joylashganlar esa biror bir bilim zakiylaridir. Ya'ni bunday odamlarning ba'zisi yaxshi notiq, boshqa biri uddaburondir. Chunki unsurlar ularda ba'zisining qo'lida bo'lsa, boshqa birovning bo'g'zida makon topgan. Eng aqlli odamlarda esa hamma unsurlar aralash holda bir tekis taqsimlanadi va bu unsurlar katta ham kichik ham emasdir. Ya'ni bu talant haqida gapirmoqchi bo'lyapti. Odamlarda har xil talant bo'ladi. Kimdir bo'g'izda degani ashula aytadi, yo chiroy notiq bo'ladi. Qo'lida degani qo'lida usta bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Endi shunday deb
gapiryapti. Endi har xil odamlar, ba'zilar hamma narsani bir xilda normal deb biladi, ba'zilar bitta narsani yaxshi biladi, qolgan narsani yaxshi bilmaydi degan ma'noda aytyapti. Keyingisi muhabbat hamma narsani birlashtiradi, adovat esa ajratadi. Endi xuddi Alloh hamma narsani birlashtiradi, birlashtiradi, shayton ham ajratadi. Mana xuddi mana katta islom davlatini ham o'rtacha ajratib yuborganini, mana Esirda ajratib yuborgan do'stlardan bu yoqda ajratuvchi narsa endi bu Qur'onda aniq aytilgan narsalarda. Oxirgisi hislarga ishonma va fikrla. Endi o'zingni aqlingni ishlat deyapti-da.